Assalomu alaykum, hurmatli televizor yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'rmanlar, bugungi suhbatimizga hammanglar tanishlik bo'lgan bu ikki aziz mehmonimizni alayda taklif qildik. Bular bo'lsa Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh taftishi Abdulikim Idris afandim bilan Abdulikim afandimning xonimi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi hurmatli Ro'shan Abbos xonim. Oldi bilan suhbatimizga xush keldinglar. Xush bulduk. Hurmatli televizor ko'yishlar. Abdulikim Idris afandim va hurmatli Ro'shan Abbos xonim Angliyada Londonda chaqirilgan tunji navbatlik Uyg'ur sud kollegiyasining isbot anglash yig'inini tugatib va Angliyadagi bir qator ko'rishlarni, faoliyatlarni oxirlashtirib Turkiyaga yetib kelgandi va Turkiyada munoyib muhim uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bugun shu fursatda bizning studiyamizga kelib xizmatchi xodimlardan hol so'rab bizning qo'llashini bizga bevosita ifoda qilgan bo'ldi. Men shu fursatda yana bir qatim takror sizlarga minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Oldi bilan Ro'shan Abbosda savolimni sizdan boshlasam, siz hamda Angliyada chaqirilgan Uyg'ur sud kollegiyasining tunji sudini isbot anglash yig'inida guvohlik bergan shohidlarimizdan biri. Endi bu Uyg'ur sud kollegiyasi oxirlashgandan keyin mayli xalqimiz uchun bo'lsin yoki xalqaro axborot vositalari bo'lsin nihoyatda yaxshi, zo'r ta'sirlarni qo'zg'agan bo'ldi. Xitoymi bu sud oxirlashgan bo'lsa-mu, ta bugungacha Uyg'ur sud mahkamasida shohid guvohlik bergan shohidlarimizga qaralash faoliyatlarini davomli olib beryapti. Siz uzun yillik xalqaro sahnada faoliyat olib berayotgan bir siyosiy faoliyatchimiz va Uyg'ur sudida shohidlik bergan guvohchilarimizdan biri bo'lib sifatimiz bilan oldi bilan shu Uyg'ur sud kollegiyasiga qanday baho berasiz? Shu haqidagi fikrlaringizni ekran oldi ko'rmanlar bilan o'rtoqlashib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat ukam. Bu qitimqi Londonda o'tkazilgan Uyg'ur sud kollegiyasi Dunyo Uyg'ur qurultiyining va raisimiz To'lqin Isoninki bevosita talab qilishi va o'rinlashtirishi bilan birinchi qatimligi butun xalqimiz mayli jonliq shu naq maydondan ko'rgan bo'lsin, mayli keyin ko'rganlarimiz hammamiz shohid bo'lganimizga o'xshash Uyg'urlarning tarixida bu birinchi qatim Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgandan keyingi o'sha 70 yillik zulmlarini xalqaro maydonda dağınık advokatlar, dünyada tanılgan mutaxassislar ve şu zulümlerini Xitayning qar zindanlarida özleri şu azaplarını yaşap, şununla özlerininki beşten ötken yaşagan şu zulümler bilen anlatkan birinci qitimliq bir fırsat oldu. Endi bunundaki bunun da ta'sirlik bo'lgani bütün dünya jamoatchiligi bizning qancha yillardan beri so'zlab kelayotgan va millatimiz yuzinayotgan bu so'yqirmning amaliy har bir kichikdan cho'nggacha bir millatni yo'q qilish, bir insonningki g'ururiga, kimligiga, kishiligiga, hayotiga, badaniga hücum qilib mesela aşağıda şahitlik bergan ayollarimizningki bizning Uyg'ur ayollarimiz, bizning singillarimiz, hadillarimiz bu Xitoyningki so'yqirim yurgizayotgan shu jang maydonida shu qizlarimizning, singillarimizning, hadillarimizning, Uyg'ur ayollarining badani shuna jang maydoni bo'ldi. Mana shu nuqtalarni ko'z yoshlari bilan cesareti bilen oturga çıkıp bütün dünya cemaatçilikinin aldıda anlattı. Hem de bu hakikaten bir tesirlik bir meydan oldu ve Xitayning tıpırlap getişleri şu şahitlik bergen özünün kolida şu vahşiyetlerini yaşap çıkan qarindoshlarımızga her türlü iftira etip her türlü töhmetler bilen hücum qilishlarla bu sotning qanchalik unumli, qanchalik muhim bo'lganligini isbotlab berdi deb qarayman. Rahmat Ro'shan aka, hurmatli Abdulikim aka. Yuqorida Ro'shan Abbosdan bir xonim bo'lib sifati bilan sotda guvohlik bergan aytib, ichinishlik sargudashlarini, shu yerdagi shohidlarning bayonlarini bir o'zining hissiyotiga bog'lab tushuntirib bergan bo'ldi. Endi Londonda chaqirilgan Uyg'ur sud kollegiyasi Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va arzi bilan qurilgan bir sud. Endi siz Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh taftish bo'lib sifatingiz bilan Ro'shan Abbosdan qanday qo'shimchalar qilsiz? Siz bu sudga qanday baho berasiz? Shu haqida fikringizni.
o'rtoqlashib o'tgan bo'lsangiz. Başta sizinki bu bizni bugün bu programga chaqirib bu fursatni berganingizga ko'p rahmat. Duq TV mansublarga rahmatimizni bildiramiz. Bo'libmi Duq TV'ninki ekran arkasida xizmat qilayotgan qarindoshlarim bilan bugun tanishib xursand bo'ldim. Bundan keyin bu xizmatlarni yaxshi olib berishinglarni umid qilaman. Angliyadagi Uyg'ur sud kollegiyasi deb o'tganimizdek Dunyo Uyg'ur qurultayiningki da'vogarligi raisimiz Dolqin Isoninki tashabbusi bilan maydonga keldi. Biz bu sudda ikki bir g'alabani qo'l keltirdik deb men shunday kesin baho berayman. Birinchisi Xitoydek iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, askariy jihatdan, diplomat jihatdan hozir dunyoda davron silib o'zining qudrat kuchini ko'rsatib qilayotgan shunday bir paytda nurg'un davlatlar Xitoydan tortinib, Xitoyga til tekkizolmagan. Xitoyga o'zining xalqiga shunday zulm qilayotsa demagan bir paytda bizningki Uyg'ur shohidlarimiz chiqib, o'zininki aşağıdaki urug' tuqqanlari, ota-onalari, mol-mulklari, jonlari ahlidan voz kechib, muqaddas davoyimiz uchun, Sharqi Turkiston xalqi uchun sahnaga chiqib guvohliklarning birishi bu qo'rqmas jasorat bir yo'lak. Biz buni xalq olam oldida va Xitoy dushmanimiz Xitoy hokimiyati oldida va o'zimizning xalqimizning oldida isbotlash bir fursatiga erishdik. Yana bir tarafi bu sud orqali biz Sharqi Turkistonda bo'layotgan masalalarni dalil isbotlar bilan xalqaro sahnalarga qo'yish fursatiga erishdik. Bugun bu palonining gapi yoki palonining uyini deydigan har qanday ishonmaydigan bir odam qancha soatlab shu materiallarni o'z ko'zi bilan ko'rib, o'qib chiqib, nimaning bo'lganligini bilalaydigan bir dalil isbotni qo'ydik. Bu jangda her türlük bo'ladi. Biz Xitoyga qarshi, Xitoy hokimiyatiga qarshi yurtimiz Sharqi Turkistonning istiqloliyatini qaytarib olish bu jangda har xil jang vositalari bor. Bu shu jang vositalarining birisi. Biz buni xalqaro sahnada g'alabalik elib bordik. Endi qapqog'ini bu tugimidi. 9-oyda bu davom qiladi va yilning oxirisida buningdan bir hukmni kutib o'tibdimiz. Agar hozir qadar bu sudga guvohlik berishni hatta biraz çekilgen qarindoshlarimiz bo'lsa, ularning rijoyimiz delil isbotlar bilan ta'minlab, texmo bu sudninki ijobiy va kuchli bir qaror chiqishiga qatqida bo'lishinglarni tavsiya qilaman. Chunki bu suddan chiqqan qaror bir qarorni kim ijro qiladi, kim buni amaliyotga oshiradi degan bir savollar bo'lyapti. Hozir o'ylab qo'yinglar, Amerika Xitoyga qarshi bir jazo yürgüse, yoki Xitoyni tanqidlasa, nurg'un hukumatlar da'vatida Xitoy bilan Amerikaning o'rtasida bo'lgan iqtisodiy yoki geostrategik bir masala shuning uchun Uyg'urlarni qo'llanyapti deydi. Boshqa davlat desam shunday da'vatida. Ammo bu sudtiki qozilar, hokimlar mustaqil sudchilar. Bularning tarixida shunday qishlarga aralashgan, burungi diktatorlarni jazoga tortgan, xalqaro qonun standarti bo'yicha hukm chiqaradigan qozilar. Agar bularning qo'lidan ijobiy bir qaror chiqsa, u vaqtida bu ham siyosiy qaror bo'lmaydi, ham iqtisodiy qaror bo'lmaydi, ham manfaat ustiga qurilgan qaror bo'lmaydi. Bu faqatla mustaqil bir qaror bo'ladi. Biz buni dushmanimizning oldiga, do'stimizning oldiga, dindeshimizning oldiga tashlay olamiz. Qara, bugun Sharqi Turkistonda haqiqatan bir qizil qiyomat yashayotdi. Xitoy hokimiyati 3 milyondan jiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qarindoshlarimizni lagerlarga sulib oldi. Qap qolganlarni vatanning ichida qo'rqishga, bir qo'rqu lagerga sulib oldi. Chet elda yashayotgan, muhojirat yashayotgan, yaqinda yurtimizdan chiqqan bo'lib 100 mingga yaqinda chiqqanlarni bizni umidsizlik, depression bu lagerga sulib oldi. Sen bununla insoniyat nomidan yoki dining ya millat yoki qarash qimmat nomidan bir gap qilish majburiyating bor deb o'tirg'i tashlay olamiz. Shuning uchun bek muhim. Shuning uchun bu suddan chiqadigan qarorning qanday muhimligini Beijing hukumati bilganligi uchun Beijingdagilar uxlayolmasdan kecha kunduz bu shohidlarga mayli direkt yoki vositalik orqali besim qilyotdi. Bularni sestiman deyotdi. Bularning axloqiga hujum qilyotdi. O'roq tuqqanlarga besim ishiltyotdi. Ama şu iniqki
o'tni qog'oz bilan yog'ilib bo'lmaganga o'xshash bu haqiqat izhor bo'ladi. Bu Xitoy o'zini men shunday qudratli, bu qadar madaniyatli bir millat deb 20 yil, 30 yildan beri faşist milletçilik bir ta'lim terbiye sistemi bilan yetiştirgen bular insaniyatda tarihi emas, belki öz tarihi emas bir qara dağ tekizip bir qanlıq irqi qırgınçılık bilan yüzü şunu bilan aşkarı boladı inşallah. Şunun için ben deyime bu bütün kırındaşlarımızdaki meyli maddi cihetten, manevi cihetten qo'lidan nima kelsa tarjima kelamdi ya ki biresini bir yerga apirish kelamdi buni qilishini yordam qilishini so'rayman va lagerdan chiqqan mushu aralarimizda hali bor bu qarindoshlarimizga undan keyin mushu ota-onalari urug' tuqqanlari aşağıda Xitoyning qo'lida qilib perişan bo'lib ketganlarga bir-birimiz igi chiqishimiz kerak. Biz başka devletlerini, başka hükümetlerini, başka Müslüman devletlerini sen kömeyi vatamse deyiştin burun avval Uygur buluş süpütümüz bilen, Uygur, Kazak, Kırgız, Şarkı Türkistanlık buluş süpütümüz bilen baş düzümüz görüşümüz gerek. Özümüz ulanın baş kişi etmese çıraylık bir salam bireylik, dertli şeylik, muğdu şeylik. Eğer vatandık uruk tukkallarımız bilen kürüşemegen bolsa, koşnularımız bizden uruk tukkallarımız bolsun, çoğunlar bolsun, ata-analarımız bolsun, küçükler bolsun, hükümüz bolsun. Muşundak bir Riştini bağlayalığa vaktimizde Cenab-ı Allah bizge galibininki yollarını, necatlık yolunu beridi deb oylayman. İnşallah. Rahmet hürmetlik Abdullakim aka. Yuqorida Londonda chaqirilgan Uyg'ur sud kollegiyasining ma'lumotlari haqida biroz ma'lumotga ega bo'lgan bo'ldik. Sizlar o Uyg'ur sudini tugatib tunji isbot anglashig'ini Turkiyaga keldinglar. Bundan burun Türkiye nurgun ziyaretlerde bo'lgan muhim uchrashuvlarda bo'lgandinglar. Bu jarayonda Turkiyadagi Xitoyparast partiyalar, ba'zi guruhlar sizlar haqingizda ba'zi bir tuhmatlarda yolg'on so'zlardan bo'lgandi. Bu qitimmi Turkiya ziyoratida mayli partiyasining raisi Meral Akşener xonim bo'lsin va yoki Turkiyaning sobiq bosh ministri, Kelajak partiyasining raisi Ahmet Davutoğlu efendim bo'lsin, ular bilan bir muhim uchrashuvlarda bo'ldinglar. Bu jarayonda nimalarni his qildingiz? Belki Türkiye'den nimalarni umid qilsiz oldi bilan mushu vaqtda Rushan abbas sizning fikringizni berib boqamiz. Biz Angliyadagi xizmatlarimizni tamomlagandan keyin Turkiyaga keldik. Deganingizdak biz burun bir qancha qatim Turkiyaga kelib, muhim uchrashuvlarda bo'lib, bu yerdagi xalqimiz bilan ko'rishib qilgan. Bu qatimmi dastlabda mishadagi qarindoshlarimizdan hanım kızlardan bir hal sorudu. Görüşüp, paramlaşıp. Anandan keyin 2 kunlik bir muntazam terbiyeleş kursu elib bardık. Onunki menimcha önümüne ait yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Qarindoshlarimiz bizningki kutganimizdinmi bakrak bir hayajon va qo'llash bilan kelib to'liq qatnashmadi. Onundan keyin biz Uyg'ur hareketi bilen Dünya Uyghur Qurultayı'nın vahbi birlikte mishadagi tashkilot rahbarlarimizga ve başka qarindoshlarga, yurt muhtavarlari ve Xitoy elchixonasining oldida 6 oydan beri namoyish qilayotgan yoshlarımızdan ahvol so'rg'ash bir uchrashish qildik. Uningdan keyin Anqaraga berib, Anqarada birinci günüde bir 10 neçe Avrupa'daki devletler, Avrupa Birliği ve Amerika, Kanada, Angliya qatarlıq bir qançılığın G'arb devletlerinin diplomatları bilen bir görüşüp bardık. Ularga şu Angliyadagi Uyg'ur sudi ve hazırki navbatdagi Uyg'urlarning ahvollari ve shundaqla Turkiyadagi qarindoshlarımızning yuzlanib atgan qiyinchiliklari va g'arb davlatlari ularga qanday yordam qila oladi degandek tafsiliy nuqtalardan bir paranglashdik. Andan keyin ertesi kuni Ahmet Davutoğlu'nun Kelajak partiyasi 100 ming kishilik bir imzo faoliyat qilgan. Onunki bir yig'inida bo'ldik. Onundan keyin bo'lsa Meral xonimning partiyaning o'rinlashtirgan rasm ko'rgazmasiga qatnashib va undan keyin Meral xonim bilan bizning bir ayrim yarım soatdek bir paranglashib bir samimiy suhbatlashish fursatimiz bo'ldi. Endi bu jarayonda bizningki his qilganimiz biz davomli deb kelganimizga o'xshash
bu dava partiyalar üstü, siyasi her qandaq bir məqsədlər üstü, bir insani bizniki bu yerdeki Türkiye'deki halkımız bilen hem dinni, hem bizden tarihi cihettin, hem til, hem cihettin bir birligimiz bolğan bir dava. Türk halkının bizning qanchalik qo'llaydiganligi, bizning ular bilan davomli bu dava bizning dava, bu da'vogar biz shundoq bo'lg'achqa bular bilan bunday uchrashishlarning qanchalik muhimligini va davomli elib berishimiz hojatligini his qildik. Andan keyin yana bu yerdagi vaqtimizda mishadagi qarindoshlar bilan yoshlar, mayli qizlar bo'lsin, mayli o'g'illar bo'lsin, andan keyin tunugim Bursada o'qish bitgan o'tgan yil 2020 yili va 21 yili o'qish bitgan qarindoshlarimizdan biri faoliyatida birga bo'ldik. Endi har yerda bizning his qilganimizga o'xshash bütün millat qo'lidan kelganini qilyotdi. Kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, bu da'vo degan hammadan ko'chaga chiqib namoyish qilish yoki hammadan tashkilotning ichida bo'lish bunday gap emas. Biz Uyg'ur harakati tashkilotimiz hech qachon bizning tashkilotimizni kiringlar yo biz bilan xizmat qilinglar demaymiz. Har vaqt biz faqatla biz nima qilib beralaymiz degan. Biz mayli Uyg'ur harakati tashkiloti bo'lish sifati bilan yoki bo'lmasa men o'zim bir ona bo'lish sifatim bilan biz nima qilib beralaymiz. Bir hol so'rash, uchrashishlarda bo'lsa, o'zimizning millatimizning, o'zimizning xalqimiz bilan bo'lganda. Endi Türk siyosiyonlari yoki tashkilotlari yoki g'arb davlatlari bilan bo'lsin, har vaqt biz millatimizning bir ovozi bo'lishga tirishib keldik. Qolgan yana Abdulakim yaxshi to'liqlab berdi deb. Rahmat, hurmatli Ro'shan abbasida. Hurmatli Abdulakim ka yuqorida Ro'shan abbasidan Turkiyada sizlarga aytib qolgan bir turkum faoliyatlaringiz haqida o'zining qarashlarini aytib o'tgan bo'ldi. Hamda sizmi u jarayonda bizmi ko'rdik, mayli Kelajak partiyasining raisi Ahmet Davutoğlu bo'lsin, mayli İYİ partiyasining raisi Maral Akşener xonim bo'lsin, yüzma-yüz ko'rishib, bevosita suhbatlashib, bu biz uchun ayta muhim ko'rishlar deb o'ylayman. Siz bu jarayondan nimalarni his qildingiz va sizlarning Turkiya hukumatidan kutadigan asosli umidinglar nima o'sha haqida ozroq fikrlaringizni o'rtoqlashib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Bilganingizdek, Dünya Uyghur Qurultayı gerçi merkezi Germaniyanınki München şehrinde bolsa-mı, Amerika'da, Avustralya, Yaponiya, Türkiye hamma yerda a'zolari bo'lgan, kuchli xizmat qiladigan timlari bo'lgan bir tashkilot. Jumladan Turkiyada bizning muavin reisimiz, Dünya Uyghur Qurultayı'nın muavin reisi Dr. Erkin Ekrem efendim var. Dünya Uyghur Qurultayı'nınki katibi Dr. Erkin Ahmet efendim var. Başka Dünya Uyghur Qurultayı icraiyetinde hizmet edip bağlan qarindoshlarimiz var. Ve yakında Türkiye'de kanuni cihetten tasdiqlangan Dünya Uyghur Qurultayı vakfı var. Biz bu da kelgan vaqtimizda bütün Dünya Uyghur Qurultayı'nınki rehberleri iştirak qilgan, hem Dünya Uyghur Qurultayı'nın vakfı idare heyetleri iştirak qilgan asasda Uyghur hareketi bilan birleşip bir yerdeki bütün teşkilatlarının rehberleriga, cemaatlarının erbaplarına bir çağırık yollab. Ular bilan bir deymiz yemek istişaresi edip bağlan bulduk. Bunundaki maksat nima deseniz, Dünya Uyghur Qurultayı özününki nizamnamesi, kaide prensipleri ve Dünya Uyghur Qurultayı'nınki reisi Dolqun İsa efendimninki yol yo'riqlari bilan biz Şarkı Türkistan davasını milli menfaatimizni birinci orunda koyup durup her qandaq kişi bilan, her qandaq teşkilat bilan davamlı işleyeceğiz. Bu teşkilat, bu dava hemimizden davası. Bunu işleş için elbette biz birbirimizden sohbetleşimiz, görüşümüz, oturdaki bazı okuşmazlıklar şunun bilan yok buludu. Biz düşmenge fırsat vermeyiz bu arada. Çünkü düşman keç gündüz sepimizni acılıtış. Bu teşkilatlarının içine pitni pasas seleş. Teşkilat rehberlerinin aralarına pitni pasas seleş. Ve davanı kılıvatkan yaşlarımızınki işini buzuş. Bu şekilde devamlı şey veriyordu. İstanbul'da uçuruşumuz, bu İstanbul'da anam nerede, dadam nerede, Ayçem nerede, singlim nerede de 180'de günden beri
koşuda bu Xitoydan so'roq qilayotgan qarindoshlarımızdan qatnashishi bilan bu yerdagi mavjud butun tashkilotning rahbarlari va ularning ivatgan tamsillarining qatnashishi bilan yaxshi bir faoliyat bo'ldi. Bu Dünya Uyg'ur qurultayiningki muhim prinsiplarining biri. Bu yerdan biz aslida bu dagi safarimizda Anqara safarimiz yo'qdi. Ushtum tut Anqaradagi Avrupa Birligi diplomatlari va Angliya, Amerikaning diplomatlarining ishtirokida bir yig'ilish bo'lganligini, buningda bizdan bir berib Sharqi Turkiston masalasi, Sharqi Turkiston tashkilotlari va Turkiyadagi vaziyatlar va Xitoyning hozirgi olib borayotgan masalalar to'g'riliq bir ma'lumot berishimizni talab qildi. Berib bir 2,5 soatga qadar bu yerda biz ma'lumot berdik. Yana Yevropa Birligidagi davlatlarning diplomatlari bir to'liq ma'lumotga ega bo'lgan bo'ldi. Undan keyin deyilganidek Gelecek Partisininki 100 mingga yaqin imzo to'plab, Turkiyaninki shahar ilçelerida ustalni qo'yib, Sharqi Turkistonni qo'llaymiz deb yiqqan imzo bu. Bunda ham yig'ilib qolgan imzo emas. Buningki taqdim qilish to'raniga qatıldık. O partininki rahbari sobiq bosh ministr Davutoğlu bilan ko'rishishga erishdik va kitobimiz Qizil qiyomatni taqdim qildik. Ertesi günü İYİ Parti'ninki Hiyalimdeki Şarkı Türkistan namlıq bu resim körgezmesi. Bu körgezme Uygurlarının arasında emas, bütün Türkiye'deki başlangıç okuguchi, şu yaş ballarınki bir xiyal qilish demisini başlaptı. Bu nesler intayin mühim nesler. Çünkü Şarkı Türkistan davası ne biz aşındak deyimiz yaşlığa yetişivatkan ösmirlerge mi bildirişimiz gerek. Bu bizdenki mecburiyetimiz. Ona katıldık, özür bilen küreştik ve Büyük Birlik Partiyası'nınki merkezini ziyaret kıldık. Onun rehberleriyle küreştik. Ziyaretimiz yaxşı öttü. Muhbirlarınki suallarına cevap verdik. Bularmış o Angliya'daki Uygur Sot Mahkemesi ve Şarkı Türkistan'daki bu katliamınki qanday qilsa tugish haqida suallar so'raldi. Ve bizden bu suallarga köp cevaplarını verdik. Ularning birisida shuni dedikki, Türk Müslüman devletleri, hakimiyetleri kopap bu katliamni to'xtatqin degan vaqtida to'xtatishi mumkin. Shuning uchun kurash qilyapmiz degan javoblarimizni berdik. Bu daqiqa safarimiz biz davlat ma'murlari, diplomatlar, tashkilot rahbarlari va jumladan o'zimizningki qarindoshlarimiz. Bu bizningki bu yerdagi baydab o'tganimdek cho'nglar bo'lsa ota-onalarimiz, akillarimiz, ochillarimiz, hadillarimiz, hamdibet bo'lsa qarindoshlarimiz, kichiklar bizning tuqqanlarimiz. Ular bilan birlik o'tirib, paranglashib, dardlarini anglab qilsak, bu orqali biz nurg'un aqlga, fikrga, ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Biz bilganingizdek, hozir Amerikada iqomatda turyapmiz. Amerikaliklarga, g'arbliklarga bu masalani anlatgan vaqtimizda biz haqiqatan qiynalamiz. Bu yerda tasavvur qilinganidek Amerikaliklar va Uyg'urlarga yordam qilaman deb qo'shiq chiqib yo'q. Bu yerda hozir Xitoy bilan munosabatimni yaxshilashtirman, Xitoydan pul tepyapman, Xitoy bilan bu dunyoni birlashib yashay olmayman deydigan nurg'un Amerikaliklar bor. Shularning qarshisiga chiqib, shunda qatlamni olib berayotgan bu hokimiyatlar qanday yashaysa deb biz o'zimizningki dalil isbotlarimizni o'tirg'a tashlab, ularni qoyil qilib iqno qilish majburiyatida. Bu qoyil qilib iqno qilish uchun bizde ma'lumot bo'lishi kerak. Ular bizning ya dilimiz, ya tilimiz, ya dinimiz, ya qarash qimmat, insoniyatchilikdan boshqa qarash qimmat o'rtoqchiligimiz yo'q. Bizning yer ishimiz g'ayr. Shuning uchun bu yerdagi qarindoshlarimiz bilan o'tirib suhbatlashib, har bir qilingan gap, har bir o'tirishda qilingan ma'lumot biz uchun aytib foydali. Bizningki g'arbdagi olib boradigan faoliyat harakatlarimizga foydasi bo'ldi deb qarayman. O'zimmi her birini ko'rib, bu yerdagi qarindoshlarni ko'rib, garchi yurtga borammasammi, bir xil yurtninki hasratlarni, urug' tuqqanlarni, singillarni, qarindoshlarimni ko'rgandek bir xil tuyg'uga keldim. Ko'pdan ko'p rahmat hurmatli Abdullakim aka. Bizmi bugun shuni Jiroqdan, Alaydan, Amerikadan Istanbulga kelib, Istanbuldan yana Ig'ir ko'may shuncha aldirash vaqtning ichida bizni ziyoratga kelib, o'zinglarning bevosita qo'llashinglarni ifoda qilganligidan biz aytib mamnun va xursand bo'ldik. Endi hurmatli Ro'shan Abbasada Abdullakim ham yuqorida deb o'tdi. Turk dunyosini kutadigan umidlarni, Turk dunyosi bu zulmni Xitoy to'xtat degan chog'da bu zulmning to'xtatla qoyilligidan iborat bu haqiqatni o'tirib qo'yib o'tdi. Hamda 21-iyun Jenevada boshlangan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining, ya'ni Kishilik huquq komitetining 47-navbatlik yig'ini
Uyg'urlarni qo'llaydigan demokratik davlatlar bilan g'ayri demokratik davlatlar o'rtasida keskin bir kurashga sahna bo'lgan bo'ldi. 22-iyun kuni bo'lsa, Lestin Lottonning boshchiligida Sharq Turkistonga bir mustaqil o'mak avatishni talab qilib bayon e'lon qilgan bo'ldi. Buningga 44 davlat imzo qo'ygan bo'ldi. Buningda Albaniya va Bosna Hersekda iborat ishgan musulmon davlat bo'lsa-mu, ammo bizning qondosh va dindosh bo'lgan bir turk davlatining yo'q ekanligi bizni aytib afsuslantirgan bo'ldi. Bu masalaga siz qanday qaraysiz? Mush vaqtda bir fikringizni aytib baqqan bo'lsa. Deganingizga o'xshash hamda bu g'arbda hozir Xitoyga qarshi ovoz chiqarayotgan yoki so'yqirim deb parlamentlarida ovozga qo'yayotgan davlatlar hammasi mustaqil bir ekonomik, mustaqil iqtisodiy bir qurilmaga ega bo'lgan, dunyo iqtisodida kuchli bo'lgan va demokratiyada haqiqiy bir demokratiya bo'lgan davlatlar bo'lyapti. Endi musulmon davlatlarga kelsak, ularmu dastlabda haqiqiy o'zining bir dinni, vijdoniy bir ko'z qarashi bilan 2018-yilning oxirida, ya'ni shu 2017-yilda 4-oyda 1 milliondan ortiq Uyg'urlar to'plum kamplarida degandan keyin Organization for Islamic Cooperation OIC İslam işbirligi tashkilotidagi 57 davlat Xitoyga qarshi bir bayonot e'lon qilgan aslida-chi Uyg'urlarni qo'llab Xitoylarninki shu qilayotgan zo'ravonchiligi, inson haqlari, dafsandichiliklarga qarshi bir bayonot bergan. Ham shundan ko'rib olamizki, yanada bizningki musulmon qarindoshlarimiz, musulmon davlatlar dastlabda g'arb bu qadar bilib o'tirg'i chiqishdan burun ular birinchi qadamni atgan. Xo'sh. Biroq bu ilgari Xitoy hukumati pul orqali, savdo, har turli bisimlar orqali musulmon davlatlarini rehiniga olib bordi. Bu yüzden ichidan bir yordam qilg'iz kelsa-mu, ovoz chiqarg'iz kelsa-mu, Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi kuchi va bu davlatlar bilan bo'lgan savdo aloqasi bilan ularga besim qilib turib ovozini chiqarg'izmayapti. Shunga endi biz ularga endi qanday qilishimiz lozim? Biz hech kimga, hech qaysi davlatga bizning bir o'tkazib qo'ygan haqqimiz yo'q. Ulardan yomonlab, to'rlarga chiqib ularni tillab qiladiganga. Yanıla biz sabr bilan tushuntirishimiz lozim. Ularga so'zlagan vaqtimizda bizga yordam qilinglar. Biz Uyg'urlar bunda so'yqirimga uchrayapmiz, Xitoyning qo'lida bunda ezilyapmiz, bizga yordam qilinglar emas. Bu Xitoyning hozirgi qilayotgani islom diniga qarshi urush. İslam dinini yo'qotman deyapti. Hem iqtisodi orqali bugun sening ovozingni chiqarolmaydigan, diningga ega chiqolmaydigan bir yerda masalan Floridada bir presbitertal Qur'onni yo'qotman degan vaqtida butun musulmonlar ko'chaga chiqib Ironga o'xshash davlatninki davlat rahbarlari qo'pab shuningga o'lim fatvasini chiqara olgan musulmon rahbarlari yoki musulmon davlatlari bugun Qur'onni emas, musulmonlarni yiqib ko'ydiryapti. Musulmonlarni qirib o'tirib tugutman deyapti. İslam dinini yo'qotman deyapti. Endi shu taraflarni biz yana sabrchanlik bilan tushuntirishimiz, agar hukumatlar bo'lmasa, grassroots organization deymiz, ya'ni asos qatlam organlari, anadagi ziyolilari, ulamoları, o'qimishli insonlarga tushuntirib, yanada bizni aytib sabrchanlik bilan bu davoni etmeyishimiz lozim deb o'ylayman. Rahmat edi. Endi Abdullakim aka yuqorida Ro'shan Abbasidan bu to'g'risida o'zining qarashlarini deb o'tib ketdi. Avvalgi savolimda siz bu Turkiyadagi rahbarlar bilan ko'rishgan chaqda Türk davlatlari Xitoy bu zulmni to'xtat degan chaqda bu zulm to'xtaydi degan bir yig'ingiz kelib qolgansiz, menga ta'sir qilgan bo'ldi. Chunki hozir bu Xitoyning g'arbga echilishdagi birdan bir quruq yo'li bizning Sharq Turkistondagi hozir bu Ipak yo'li projesi bo'lib qoldi ham bu plani. Buning asos o'tadigan yo'llar Türk davlatlari. Ham sizlarning xabaringlar bor Xitoydagi bir professorning shu haqda aytishda, masalan bu Ipak yo'lini bir ko'rik o'xshatsa, buning biri o'li Sharq Turkiston, yana bir Turkiya bo'lsa Turkiya. Biz bu ikki rayonni ching tutishimiz kerak degan bir nuqtani yoritib o'tgan bo'ldi.
Hem siz bunun qanday qaraysiz? Türk devletlerinin hazırkı bu bizga tutayotgan pozitsiyasi to'g'risida. Men bunuga qanday qarash to'g'riliq 1 yil tadqiqot qilib bordim. Xo'sh. Natija itibari bilan Qizil qiyomat degan bir kitobim chiqdi. Bu kitobda shu siz so'rgan savollarning hammasining dalil isbotlari bilan javobi bor. Xo'sh. Sharqi Turkiston masalasini Xitoy Türkiye xalqlardan, musulmonlardan ayırıp bizni yer yüzüden yo'qotyapmiz degan bu niyati bor. Bu aniq. Ama biz Xitoyninki qandaq bir davlat, qandaq bir hokimiyat, qandaq qilib boshqa millatlarni, boshqa davlatlarni besib olganligini, ya'ni ig'ir bedeller to'lash orqali bir tajribelik bir bilimga ega. Bizdeki bu bilim xali davlatlarda yo'q. Yani Xitoyninki hiligarligini, Xitoyning qanday qilib masalalarni hal qilganligini biz bunu ig'ir bedeller orqali bir tajribaga ega bo'ldik. Meningki ko'z qarashim Xitoy diktatoriyat bu hakimiyeti bilen erkin dünya o'rtasidagi bu to'qinish Sharqi Turkistonda bir taraf bo'ldi deb qarayman. Bu Sharqi Turkistonga bog'liq. Bütün g'arb davlatlari yoki bu musulmon davlatlari o'zlarining mustaqilligini, o'zlarining erkinligini, o'zlarining insonparvarligini, o'zlari qul bo'lmayman desa, Sharqi Turkistonni yordam qilishi va bu Xitoyni ashad to'xtatish kerak. Eğer o yerden ötep gidip kalsa, bu garip ellerini böyle oladı. Ama garip ellerini eriştin burun, elbette Müslüman devletlerini destek ediyordu. Biz bunu uçuraşkan, küreşken yerlerde delil ispatları bilen rehberlerge deyişivatımız. Ben nayte siz mi diginizde ben bir demeden tesirlendim. Bu da seferimizde meyle Mustafa Destici efendim olsun, Büyük Birlik Partisi'nin rehberi. Meyle Meral Akşener Hanım olsun, İYİ Partisi'nin rehberi. Meyle Başminister Davutoğlu efendim olsun, Gelecek Partisi'nin rehberi. Bu da Şarkı Türkistan meselesini bir köngül, bir etikat, bir vicdani mesele süpütüde qaraydiganligini dep ötüştü. Bunun bularninki hech qanday bir menfaatidan bo'lmaydiganligini dep ötüştü. Ve sözlegen siri ularninki bu Sharqi Turkiston meselesini ve Sharqi Turkistonga ishkilisi bo'lganken. Bu Meral Hanım'a bo'lganken. Davutoğlu elbette bo'lgan. Qashqardagi bizningki qarindoshlarimiz bilan suhbatlashgan, ko'rgan nimalar bor. Demak, bular bu Sharqi Turkistonda bo'lgan zulmni tasavvur qilib, bunga qanday qarshi turishni deyishyapti. Deyilganidek, hozir Sharqi Turkistonda bizga ig'ir kelyapti. Ata-onamizni turmalarga akitib boradi. Erlarimizni qul qilib ishlatyapti. Singil qarindoshlarimizga tajovuz qilyapti. Buni biz boshqa bir musulmonga anglatishda sen bir tasavvur qilib boqqan. Mening o'rnimda sen o'zingni 1 minut qo'yib boq. Chaqmi, ko'zingni yumg'in. Seninki dadang, anang turmida bo'lsa. Sen o'zing lagerda bo'lsang, ayoling bir yerda bo'lar. Qizlaringga boshqalar shunday qilsa, nima qilsa? En qisqa savol bu. Agar sen musulmon bo'lmasangmi, inson bo'lsang qanday qilsa? Ma'ni bir tasavvur qilib boq. Bir ko'zingni yumib 1 minut xiyol qilib boq. Degan bu mesajlar bilan deyishyapmiz. Ben ishiniman chet eldagi Sharqi Turkistonliklar hammamiz bir xabarlarga, bir harakatlarga xo'sh bo'lamiz, bir ishlarni qilamiz, ammo oqshomda yostiqqa boshni qo'yib, ko'zni yumganda hammamizning xiyolimizni ketadigan, o'tadigan ishlar bu. Biz bunun bilan uxlaymiz, bunun bilan qopimiz, bunun bilan yashaymiz. Yana Alloh bizga qudratni berib, bizning bu sinirsiz, rezillikda sinirsiz bo'lgan, chegarasiz bo'lgan bu düşmanga taqabul turib, buningki e'tibor inobatini tükep, xalq orasida xali bir yerga akaldik. Ya'ni bumi bizningki tadbir elishimiz, harakat qilishimiz, aqlimizni ishlatishimiz. Gerçi bizde Xitoydagidek pul imkoniyatimiz bo'lmasa-mu, iqtisodiy, askeri, kadr bo'lmasa-mu, ama aqlimiz bor. Aqlni ishlatib ish qilgan vaqtimizda davomli Cenab-ı Allah bizga yordam qiladi, maqsadimizga az bo'lsa-mu erishimiz. Ko'pdan ko'p rahmat hurmatli Abdulakim qanday yaxshi nasihatlardan ma'lumotlarni bizga yetkazgan bo'ldingiz. Endi hurmatli Roshan Abbosada, endi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini hozir e'tirof qilgan davlatlarning soni 7 ga yuksaldi.
Mayli Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengişi bolsun, veya Ciyet'te, yani sanatlaşka yatı devlet şıgılları bolsun, veya NATO Şimali Atlantik Teşkilatlarının şıgılları bolsun, Uygurlar meselesi alaylı gün tertipli keyvatıdı. Yani Uygurlar Şarkı Türkistan bu Uygurlar meselesi yer şarı bir karakterlik bir vaziyetke aylandı. Hazırkı muşundaq bir halkılık vaziyette mesela Türkiye'de bu ziyaretten nurgun qeyrindaşlarımız bilen 6 aydan ayağı şu Xitoy konsulluğunda Özbekistandan başlıp kelgen şu qeyrindaşlarımız bilen avam xalqımız bilen paranlaşıp söhbetleşip ulanıp fikirlerini algan boldunuz. Hem siz umumiy bu vatan sirtidagi diasporadagi muhaciratdagi xalqimizdan nimalarni kutasiz, qanday yurak so'zlaringiz var? Mushu haqida bir yurak so'zlaringizni aytib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Türkiye davamlıq bizningki bu endi Türkiye'nin özüdeki Türk halkı bizge til jihatdan, din jihatdan biz bilan bir yaqin bo'lgandan sir Uyg'urlar halkımız Şarkı Türkistan'dan sırt hem de Orta Asya'da bağlı olan qarindoshlarimiz yaqindan chiqqandan keyingi 10 yil ichida kelib yerleşken Uyghur qarindoshlarımızdan diasporadagi eng cho'ng bir to'plam endi bu yerda. Undaq bo'lgandan keyin Türkiye'deki halkımız, Türkiye'deki yaşlarımız, hatta Türkiye'deki balalarımız bu bizim milletimizin gavdasi. Ben davamlıq deb o'tganimga o'xshash bu da'vo cho'nglab ketdi. Buni bir tashkilot qiladigan yoki bo'lmasa faqatlanma oldidagi bir qanchalagan kishilar qiladigan yerni o'tib ketdi. Biz şu liderlerimizni qo'llagan asosda, şu tashkilotlarimizning asosli prinsipiga ergashgan asosda biz ularningki qo'liga qo'l, putiga put bo'lishimiz lozim. Agar bizningki Dunyo Uyg'ur qurultiyi va raisimiz Dolqin Isa bu da'voninki rolni elib mengayotgan bu mashinaning bir roli desak, şu mashinani A nuqtadan B nuqtaga akilish uchun hamma nima lozim. Chaq lozim, uningga may lozim. Hatta su lazım, her bir ventilleri lazım. Şu maşının her bir ventisi, bir su çıkması bulmaydı. Şunun için hem de benim bu yerdeki meyli okup özünü yetildirip atkan qarindoshlarımızga bolsun, meyli 6 aydan beri benim anam nerede, ailem nerede deb Türkiye'de Uyghur davasını gündemge akilip atkan şu cesaretli qarindoshlarımızga bolsun, meyli şularning keynida turib qo'llab berib atkan hadis singillar, anılar, şu mishadagi hanım kızlarımızga bolsun hammasiga deydiğim hammamiz o'zimizning zimmamizga tushgan vazifani ado qilishimiz lozim, sabrlik bo'lishimiz lozim. Bizning Uyg'ur millatimizning har yerda psixologiyamiz buzilib ketdi, besim kuchli. Shuning uchun bir-birimizga apuchan bo'lishimiz lozim, bir-birimizni qo'llab, yetaklab, bilmaganga o'gitib, cho'nglarni hurmat qilib, chiroyli o'tishimiz bu intayin muhim. Hamda bunun bilan tang hamda ayollarga meniki bu yerdagi yana bir ta'kidlab o'tadigan nuqtam ayollarni yetaklash, ayollarga fursat berish, ayollarningki ovozini chiqarishiga yo'l qo'yish bu da'voda bek muhim. Xo'sh. Turkiyadami shunda, G'arb ellardami shunda. Shuning uchun mayli tashkilotlarning ichida bo'lsin, mayli yig'inlarda bo'lsin, har qanday vaqtida biz ayollarni tang elib mang'algan vaqtimizda ayollarmi bu davoni, mushu davo meningmi majburiyatim deb bütün kuchi bilan erlar bilan side by side ham o'sha yonma-yon mushundan mang'algan vaqtida ishlarimiz texmasan bo'ldi. Chunki bir oilada aileningki har qancha er kishi şu aileningki lideri bo'lgan bilan tang ayol kishining o'rni bek muhim. Balalarni tarbiyalashdi bo'lsin, erlarga osonlik yaratib berishdi bo'lsin, qo'llashdi bo'lsin. Shunga hamda Turkiyada mening Türkiye'deki Uyghur qarindoshlarımga qayta ta'kidlaydiganim ayollarga fursat berilsa, yoshlarimizni yetaklab mengilsa deb o'ylayman. Rahmat Rushanada, hurmatli Abdullakimka, yuqoridami biz suhbatlashib o'tdik va xalqimizning orasida bu to'g'risida nurg'un fikrlar bor. Ya'ni islom dunyosi, turk dunyosi bizga maishlarni qilib o'tdi. Bizga nima ish sayt chiqmaydi, ega chiqmaydi deb. Ammo buni deyishdan avvalmi biz biroz o'zimizga biroz qarab yiqishimiz kerak. Bu qator Dunyo Uyg'ur qurultiyining boshchiligida o'tkazilgan Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasida shahidlik bergan guvohchilarimiz 10 dan oshmaydi.
Ama lekin bizning kelishimizcha Turkiyada ham lagerda yetib chiqqan shu vaqaga shohid bo'lganlarning 200 dan oshganlik haqida ma'lumotlarni aytdik. Yani mushu qarindoshlarimizga va muajiratga umum xalqimizga mushu haqda qanday yurak so'zlaringiz bor? Shuni anglab o'tganmiz. Rahmat. Başta İslam dünyası meselesini deb o'tdingiz. İslam devletlerindeki hakimiyetle bilgeninizdek demokratik saylanmagan ya padişahlar ya ki oqni elib olganlar. Ularninki birinci ensireydigini öz xalqidan. Mene qachon o'rib takin deb ensireydi. Bu shunday bir holatda. Bular bilan Xitoy hokimiyatininki ishbirligi olib berishi nayt asonga to'xtab ketib boradi. Biroq bu deganlik bu islom davlatlarini tamamen nazardan tushirib o'tish emas. Islom davlatlarida nurg'unlagan jamoatlar bor, guruhlar bor, tashkilotlar bor ve alimlar bor ve Müslümanlar eğer bu Şarkı Türkistan'daki bugün buluvatkan bu meseleni bilse oradan turib ketadi. Çünkü bu İslam devletlerindeki medyanın 99%'i hükümetlerinin kollarında, 1%'i hükümetin taraftarlarının kollarında. Ve Xitay hakimiyeti milyarlarca pulunu harcayıp iyadaki medyalarını başında kalmıyorlar. Ve iyada tekrarlavatkanı bu biz Uygurlarga yaxshi qaravatimiz, bularning masjidlari bor, bular namoz o'qiydi, bular ishsiz qolgan, biz bularga kasb o'rgatib, ishga beramiz degan bu yolg'on yaptıq tashviqotlarini takrorlayotdi. Amerika va G'arbda chiqqan masalalarni bular Xitoyni ojizlashtirish uchun, Xitoyning taraqqiyotiga chidamaganligi uchun Uyg'ur masalasini ishlatyotdi, deyotdi. Biz endi bu o'tirdi qilamiz Uyg'urlar bilan sifatimiz bilan. Biz G'arbda turib olib İslam dünyasındakiga qo'l uzatishdan ya qilishdan burun başta berib bir yo'lni tepishimiz kerak. Uning chorasini tepish bizning majburiyatimiz. O asan ish yo'q dunyoda. İmkansızlarni, mumkin emas ishlarni mumkin qilishtirish uchun kurash shuning uchun bo'ladi. Tashkilotlar shuning uchun quriladi. Shuning uchun biz jang qilamiz. Jangda dushmanni yengish uchun jang qilamiz. Shunday-ku. Bu ishlar bizning vazifamiz. Bizningki Sharqi Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan mayli tashkilotlarimiz bo'lsin, G'arbda yaşaganlarımızdan Müslüman qo'shnilarimiz var. Sharqi Turkiston meselesini anlatışımız gerek. Türkiye'de mi şu, bütün Arap devletlerinde mi şu? Çünkü Sharqi Turkistonda elib berilayotgan bu zulüm, eğer biz to'g'ri tushuntirsak, bu e'tiqod so'qishi bu. Yani e'tiqod so'qishi deganim Xitoy islom diniga qarshi so'qish etadi. G'arbliklar bilan bo'lgan so'qishda G'arbliklar bilan musulmonlar orasida bo'ldi so'qish. İslam dini arasida bo'lmadi. Musulmonlar arasida bo'ldi. Bu yerda bir farq var. Ama Xitoy İslam dini bilen soğuşmadıdır. İslam dininin hemmisini qo'g'dash Uyg'urlarning mecburiyeti emas. Bütün dünyadaki Müslümanların mecburiyeti. Qanday qilib biz Uyg'urlar bu meseleni Müslüman qarindoshlarımızga tushuntiramiz. Tushundirish bizning vazifamiz. Ular bilmagan bo'lsa, ular gunohga hisoblanmaydi. Çünkü bilmaydi. Bildirishimiz kerak. Her xil yo'l, her xil vositalarni tepib, biz bularga bu meselelerning hammasini to'liq bildirishimiz kerak. Mening bu lagerdan chiqib, o'tirga chiqib so'zlayamagan qarindoshlarımga rijoyim bor. İmkon qadar chiqib bu delil isbot bilan bu xalqimizning ustiga kelgan bu zulmni to'xtatishga, bu irqiy qirg'inchilikqa xotima berishga bir qatqida birisini bo'lishini rijo qilaman. Men azaldan Sharqi Turkiston davosini cho'ng bir davo deb ishinaman. Bu davanınki ebberişte her xil vasıta, her xil yolla bağlıqıga işencem kamil. Birilerimiz ta'lim terbiye bilen meşgul bolsak, birilerimiz teşviqat bilen meşgul bolsak, birilerimiz dini işler bilen meşgul bolsak, birilerimiz sanat işleri bilen xuddi bir devlette bo'lishga tegishli ishlarning hammini qilish bizning majburiyatimiz. Hammamizning o'tirib to'kilishimizning kimimiz yo'q. Hammasini o'z ahli qilish kerak. Bir-birimizni qo'llashimiz kerak, bir-birimizni qo'g'dishimiz kerak. Hem de Xitoy hakimiyeti bu özünki cinayetini yuşuruşta qo'ldan kelganini qilyapti. Bu qarindoshlarimizni qo'rqityapti. Bu qarindoshlarimiz belki o'zi bilan kessa hozir chiqishi mumkin. Belki ailesini, belki yaxshi ko'rgan bir qarindishini yoki bir navrisini ya bir çevresini o'ylab bu ishga chiqolmayapti. Buni tushunishga bo'ladi, ama bu qarindoshlarimizga deyishimiz shu. Bir az ziyanını közlep, köp ziyanını beremdik. Ya ki köp paydını oylap,
azroq narsaga bedel to'lamdiq degan masala bu. Bu Sharqi Turkistonliklar qachonki biz milliy manfaatimizni, umumning manfaatini, millatchi manfaatni va bizning Sharqi Turkistonda azonning ovozi to'xtab qolmasin desak, erkin yashay olaymiz desak, bizning ajdodlarimizning yurtlarida izimizni bosqizib mang'alaymiz desak, biz bunga tayyor bo'lishimiz kerak. Hem Türkiye'de yaşayotimiz, Türkiye'nin tarixida nurg'un so'qashlar bo'lgan. Bu Çanakkale so'qashida Anadolu'daki analar ballarini sa'şaga berib so'qashqa deb yo'lga solgan, şehit bo'lsa ballarimning to'yi bo'pti deb xursand bo'lgan. Bu davlatda bayroqlar tortilib, har xil aqidadagi, har xil dindagi, har xil aqimdagi insonlar erkin yashab ketib boradi. Bizning maqsadimiz yurtimizda mustaqil bir davlat qurish. Bu devlette hemimiz yaşaş, erkin yaşaş, hiç kimin korkmasın yaşaş. Bunun için küreş kılıvatımız. Bu qarindoshlarimizningki cesaret kılıp, bu oturgu çıkıp, delil ispatlar bilan to'liqlashini, ta'minlashini rica qilaman. Çünkü meydan muşu meydan. Bununki etsi ögünü yok. Hazır vakti şu. Biz Uygurlarınki tariximizde en halkılık paytlarda turvatımız. Hemmadam vicdanını koluğa koyup, xuddi Angliyada sottu deganimdek, her bir insan özünü bir mahkemeye koyuş gerek. Özünün imanını mahkemeye seliş gerek. Özününki etiqadını, vicdanını mahkemeye kıptırıp, ben qaysi taraf basıdı. Şunu göre iş kılsa, işini menki Cenab-ı Allah bizge mi yardım kılıdı. Başta yardımını özümüzden başlaşımız gerek. Köpten köp rahmat hurmatli Abdullakim aka. Ro'shan abbasida yuqorida Abdullakim kam qilgan nuqtalarga o'zingizdan qo'shim chiqib qo'yadigan yerlar bo'lsa va oxirgi so'zlaringizni ekran oldidagi ko'rinmalardan o'rtoqlashib o'tsangiz, shundan oxirgi Abdullakim xonning so'zini bugun programmamizda oxirlashtirgan bo'lsak. Rahmat bugun bizga bu fursatni berib, bizningki qarindoshlarimiz bilan bunday bir suhbat o'tkazishimiz uchun fursat yaratib berganlarga. Biz bu davoni bütün gücümüz bilen, hayatımız bilen, vaktimiz bilen işçimizden bir ateş bilen kılıvatımız. Mesela benimki hedemnin erkinliğini bedel tölgen halde kılıvatım. Ama benim şu hedem gibi olan mihri muhabbetim, halkım gibi olan mihri muhabbetim, bedenim Şarkı Türkistan gibi olan mihri muhabbetim ve halkımınki erkinliği gibi olan mihri muhabbetim hemini besip düşürdüm. Bu sebepten meyli herketin Türkiye'ye kelgen vaktimizde biz uçuravatkan her türlü hücumlar, meyli başka taraftan kevatkan hücumlar, bu nesle bizge hiç kandak tesir ko'rsatmaydi. Şu mening faqatlama bu yerda ta'kidlab o'tadiganim, hayat atkan ok tez o'tib ketadi. Kunlarning birida zamonlar o'tib, yillar o'tib, yaşlangan vaqtimizda hecep şu vaqtda men fursat kelganda qilmab ekanman degan pushaymonni yashirmaylik. Abdullakim deb o'tganga o'xshash hozirgi Xitoyning ash qo'rqitib turib, reyn olib turib urug' tuqqanlarimizni selvatgan besimlari bilan xalqimiz uchun, xalqimizning bu din, irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan shunday sharoitda aşı biçare vatanda qolgan ham chet elda mening urug' tuqqanlarim bor, shular mening uchun gap qilyapti, so'zlayapti degan umidni kutib o'tganlar uchun ikki og'iz gap qilamisak, o'tirg'i chiqib o'zimizning bilgan anlaganlarimizni yoki lagerda yashaganlarimizni o'tirg'a qo'yamisak, urug' tuqqanlarimiz, onamiz, donimiz, qarindoshlarimiz lagerda ya lagerdan chiqib o'lib ketgan bo'lsa, mana bu soykırımdaki bu irqiy qirg'inchilikning o'lim yo'q deyatsizlar, bu o'lim bo'lgan chog'da irqiy qirg'inchilik degani bo'ldi deyotganlar uchun mening oilamdan faloni o'lib ketdi deyamisa, o'g'in farzandlarining oldida, kelgusining oldida ham biz musulmon ham da Allohning oldiga boramiz. O dunyoda bizning tilimiz qisqa bo'ladi. Shuning uchun meniki Abdulakimning hozir deb o'tgan gapiga faqat qo'shib qo'ydiganim, bu fursat bizga keldi. Biz uchun bu bir Allohninki bizga bergan bir vazifasi. Bu vazifani o'rinlaylik. Bo'libmi lagerda yetib chiqqan yoki urug' tuqqanlari lagerda ya lagerdan qo'yib bergandan keyin o'lib ketgan qarindoshlar cho'qim shu Uyg'ur tribunalniki Uyg'ur sotimizning to'rbetiga chiqib yoki
Norvegiyadagi baxtiyorlar qilayotgan shu arxiv yig'ish komiteti, Dunyo Uyg'ur qurultaydigilar bilan aloqalashib, cho'qim bu shohidlikni bersa degan rijodaman. Ko'pdan ko'p rahmat. Hurmatli Abdullakim aka, oxirgi yurak so'zlaringizni ilib bugun programmamizni oxirlashtiramiz. Ko'p rahmat bizga bu suhbat fursatini berganinglarga. Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lish sifatimiz bilan biz hozir ko'pincha bu fojia eg'irlashib ketganligi uchun ham biz siyosiy sahnalarda jiqroq ko'rinyapti. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultayi butun Sharqiy Turkiston xalqini tingshaydi. İcabi, tanqidiy har qanday fikriga biz davomli uchuq. Dunyo Uyg'ur qurultayininki taftish hay'ati mustaqil bir hay'at. Qarindoshlarimizning Dunyo Uyg'ur qurultayi rahbarlariga, Dunyo Uyg'ur qurultayining faoliyatlariga, har xil bu ishlarga mayli ijobiy takliflar bo'lsa, bunda qilsanglar bo'ladigan deydigan yoki tanqidiy fikri bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultayi taftishi bilan aloqalashsa, biz kelgan taftishga kelgan bu fikirlarni, bu arziyatlarni aytdi maxfiy tutamiz. Bununki sürüşünü qilamiz. Bu tashkiliy jihatdan. Ama o'zimninki yeni bir yurak so'zim Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimga bo'lib, İstanbuldagi qarindoshlarimga va dunyoning har biridagi qarindoshlarimga agar tuqqan lazım bo'lsa, singil lazım bo'lsa, atan lazım bo'lsa, bir-birimizni topaylik. Hozir biz bir qancha bolalarni ko'rdik. Sel yolunu tapamagan, ata-onasidagi ular aloqasi yo'q. Perişan bo'lib qolgan, yaxshi yomon yo'llarga kirib qolgan. Xuddi ata bizning bolalarimiz mu shunday bo'ladi-chi, ata-onasi boyadimi? Mushu qarindoshlarimizga igidorchilik qilib, yaxshi yo'lda mangan odamga igidorchilik qilish albatta yaxshi ish, ammo yo'lini topamaganlarga yo'l tepib, ular igidorchilik qilish bu payg'ambarlarning ishi. Ulug' ish. Qarindoshlarimizninki mushu qizlarimizga, yosh yigitlarimizga igi chiqib, birasiga ata-ona bo'lib, ma'naviy ata-ona bo'lib, mushularga bir sahib chiqishini men chin dilimdan kutaman. Sizlarga ko'p rahmat. Rahmat hurmatli Abdullakim aka, hurmatli Roshan Abbas aka. Yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlaringizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bo'libmi bu Turkiya ziyoratingizga alohida vaqt ajratib bizning studiyamizga xizmatchi xodimlardan hal so'rganligingiz uchun tekrar minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Muvaffaqiyat qilsin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi Uyg'ur ovoz suhbat programmasida diqqatingizga sunduq. Keyin qaytim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.